Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzukmisizlar? Hammalarga xayrli kech, xayrli oqshom. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Xullas, biz efir boshladik. Efir boshlashimizning asosiy maqsadi mana obloshkada ko'rib turibsizlar. O'sha buyuk aqli ilm saxoba o'zidan saxoba yasab olgan akamiz молодец. Hisob 1-0. Muhtaram Abror Muxtor Ali. Hisob 1-0. Maktab direktorini rosa gapirdingiz, chaynadingiz, farrosh dedingiz, fahsh dedingiz, zinoda aybladingiz, boshqa qildingiz. Yana oxirgi kunlarida maktabda 219 million kamomad chiqdi deb kar qildingiz. Bilmayman kim sizga ma'lumot berdi. Endi to'g'ri sizlarni tashkilotinglar qaysi bir tashkilot bilmayman, lekin o'sha ma'lumotni noto'g'ri berdiki, o'sha ma'lumot to'g'risida ana endi Mana yo'q necha pul bo'ldi endi Abror Muxtor Ali. Mana endi hisob mana bunday bo'ladi. Endi biz navbat bizniki. Siz yolg'on ma'lumotlarni, noto'g'ri informatsiyalarni va o'sha xalqni ikkiga ayirishni holatlarini juda ko'p targ'ib qilib chiqdingiz. Juda ko'p gapirdingiz. Juda odamning asabini o'ynadingiz. Endi vaholanki mana endi demoqchi bo'lganimizki, haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi. O'shaning uchun yolg'on ma'lumot tarqatishdan oldin, yolg'on ma'lumot berishdan oldin, odamlarni provokatsiya qilishdan oldin o'ylab gapirish kerak. O'ylab efir qilish kerak. Shuncha gapiryapmiz, lekin baribir sizga gap ta'sir qilmas ekan. Shuncha gap gapiryapmiz, ta'sir qilmas ekan. Sizni shu bitta variant faqat sizga va shunaqangi asl yuzingizni internetda ko'rsatish kerak ekan xolos, boshqa variant yo'q ekan sizga. Siz shunga loyiq odam ekansiz xolos. Siz shunga loyiq odam ekansiz. Shuning uchun Xudodan insof so'rab qolamiz sizga. Ko'ryapsizlarmi? Mana haqiqat sekin-sekin ochilib qolgandan keyin ana shunaqa tintakshiratadi. Ana shunaqa tom ketib qoladi. Bu yoqqa endi sabr qilib turaveringlar, kartani sekin-sekin bitta-bitta ochamiz biz. Просто hozir kech efir qildim, sababiki biz hozir shu xizmatdamiz, viloyatdamiz, Qashqadaryo viloyatidamiz. O'sha Qashqadaryo viloyatida hozir shu xizmat bilan kelganmiz. Endi ishlarimiz tugab, endi mana mehmonxonaga kelib efir qilishni boshladik. O'shaning uchun kech bo'lsa ham nima deydi? Efir qilishni anaqa qildik. Ming bor uzr so'rayman. Ya'ni bugun bizda ancha-muncha yangiliklar bor. Ancha-muncha yangiliklar bor. Bugun shu yosh advokatlik litsenziyasini bekor qilganligi to'g'risida ba'zi bir bloger og'aynilarimiz, aka-ukalarimiz bugun advokatlar palatasiga borgan ekan. Nimadir holatlar yuz bergan, u yerda gaplashilgan, boshqa qilgan. Undan keyin o'sha advokatni o'ziga aloqaga chiqishgan. Toshkentga keling, gaplashamiz degan, boshqa degan. No, yaxshi, hammasi Xudo xolasa yaxshilikka deb o'ylaymiz inshaalloh. Shu yonimizda turgan bloger og'aynilarimizga ham katta rahmat. Katta rahmat ularga ham. O'shaning uchun nima deydi? Avvalo odamzodni shu to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, o't balasi, suv balasi, tuhmat balasidan Allohning o'zi har bir bandani asrasin. Shu jumladan mana Abror Muxtor Ali akamizni ham xudo shunaqa yo'llardan shunaqa bir noto'g'ri yo'llarda kirmasin, bir to'g'ri yursin. Shun tarafdorimiz. Lekin u odam bizni haqimizga o'sha ayolning haqqiga juda ko'p yomon so'zlar gapirib, g'alati ishlar qilib, odamlarni nimasi bilan o'ynashib, jajdasi bilan o'ynashib, odamlarni ikkiga bo'lib tashlab, mana shunaqa ishlarni juda ko'p amalga oshirdi. Juda ko'p amalga oshirdi. Lekin baribir Alloh taolo haqiqatni baribir ko'rsatib qo'yadi. Ko'rsatib qo'yadi. Bugun bo'lmasa ertaga ko'rsatadi. Shuning uchun endi biz faqat Allohdan bergan sabrni qilib tursak bo'ldi.
qolgani yerunda. Xudo xolasa advokatni ham ishlari ancha yaxshiga o'xshayapti. Xudo xolasa boya gap so'zidan kecha nasrenasi yo'q edi, kayfiyati ancha tushkunlik holatda edi. No bugun kayfiyati yaxshi, hali deyarli gaplasha olmadim. Mana endi syomkalarimdan bo'shab, mana endi kelganim uchun hali ertalabgacha saharlikgacha montaj ishlarimiz bor. Ana undan keyin biz ko'raveramiz. Shuning uchun ichim qizib ketdiki, hali 2-0, 3-0, 4-0 deydigan Abror Muxtor Aliga endi realni holat mana 1-0 bo'ldi. Yutqizdingiz. Bilasiz nimada yutqizganingizni. Endi yoni o'zi so'rab surishtirib, ana bittasi tentaksirab yotibdi. Uni yoniga qo'shiling siz ham. Hali ko'pchilik bo'lasizlar inshaalloh Xudo xolasa. Tavba qildim. Odamda ham or bo'ladi, bet bo'ladi, bir hamiyat bo'ladi, odamda bir chisti bo'ladi, Gap yo'q lekin. Sizlarga nima qilsanglar to'g'ri kelib ketaveradi. Nima qilsanglar to'g'ri bo'lib ketaveradi sizlarga. Boshqalar nimadir qilsa, yo sizlar sira ayblab chiqasizlar, молодец. Ishqilib, mayli, nima bo'lsa ham Alloh hammamizga insof bersin. Bugun Xudo xolasa qisman bo'lsa ozgina kayfiyat ko'tarildi. Yaxshilikka bo'lsin iloyim. Yaxshilik bilan bitiraylik. Xudo xolasa bugun hammasi yaxshi. Yana darsi mana shunaqa yaxshi bo'lib ketaversin. Alloh tuhmat qilayotganlarga, bo'xton qilayotganlarga, g'iybat qilayotganlarga mana deb kartani bitta ochishlikni ko'rsatib boshladi. Ana biz o'shanga xursandmiz. Onasini deb odamzod bu darajada bo'lmaydi-da, har bir efirga boyam efir qilgan, shu boyagi efirida ham даже mana shu yana gapirib o'tgan, Bu nimani anaqasi bu? Nimani ta'siri bu? Bu nimani ta'siri? Bu pulni kuchimi yo bir nimani kuchi bo'lishi mumkin? Nimani ta'siri bo'lishi mumkin? Bu darajada bitta ojiza bir ayolda bir shunchalik darajada chaynash, shunchalik darajada bo'xton qilish, shunchalik darajada obro'sizlantirish bu nimani evaziga bu? Uyatam bo'lib ketdi. Agar bironta bloger masalan bir xotiningizni yo kimnidir yo qarindosh urug'ingizni gapirsa, yo biron narsa deb chiqsa, menimcha qarab o'tirmasangiz kerak, chapay chalib. Rahmat senga deb o'tirmasangiz kerak, как положено tortishasiz, как положено yeyishasiz. Lekin hali ham sizga indamayapti bu qarindosh urug'lar indamayapti. Gapirmayapti, andisha qilib turibdi, vaqtga qo'yib qo'yibdi. Qonunga tashlab qo'yibdi ko'p narsani. Sizda bor kalla, sizda bor panyatka ularda ham bor. Sizda bor kuch ularda ham bor. Sizda bor aql ularda ham bor. Qarindosh urug'ida. Xudoga topshirib qo'yib indamay tomosha qilib turibdi vaziyatni. Ana u ekan qarindosh kelmas ekan, mana bunaqa ekan, qarindosh kelmas ekan. O'lganlaring yaxshi bunaqa g'iybat qilgandan ko'ra. O'lganlaring yaxshi bu kunlaringda. Bunaqa qilib bitta odamning orqasida bunaqa chaynalgandan ko'ra, boshqa qilgandan ko'ra uyat bu. Просто zo'r kelsa to'rsida bellaring sindirib yuboradi. Просто kerak emas. Aslida mana provokatsiyani qilayotgan, boshqa qilayotgan, ya'ni bizni davlat to'ntarishda ayblayotgan, o'zi mana shu ishni tashkil qilib o'tirgan o'zi bo'ladi. Davlat to'ntarishda boshqa narsalarda u Telegram gruppalarga, chatlarda odam yig'ib, o'qilib, nimani paniyatga berib, nimani gapiryapti, nimani odamlarga targ'ib qilayotgan hamma narsa o'zi bo'ladi. Lekin bu narsani bizni qo'limiz bilan u to'g'ri aytdi boshida. Sirojiddin deyapti, anaqa dedi, to'g'ri senlar qilolmaysan. To'g'ri biz qilolmaymiz. Bizni qo'limiz bilan siz qilmoqchi bo'lyapsiz. O'sha provokatsiyani, davlat to'ntarishdagi holatlarni bajarishlikni siz qilmoqchi bo'lyapsiz.
Bizni qo'limiz bilan. To'g'ri, biz qo'limizdan kelmaydi u narsa. Siz odamlarni qanaqa holatda qayrayotganingiz, nima qilayotganingiz, nima deyotganingiz o'zingiz bilasiz, Xudo biladi efirlaringizda. Nimani targ'ib qilayotganingizni o'zingiz bilasiz yaxshigina. Chatlarda kirib olib. Yana bizni uyalmay, netmay Sirojiddin aka bilan mani davlat to'ntashda ayblayapsiz. Qaysi bir ahmoq odam bizga telefon qiladi, desa davlat to'ntashini qilishimiz kerak O'zbekistonda. Keyin biz aytamiz, yo'q, bugun vaqtimiz Eron bilan, Isroil bilan shug'ullanyapmiz deymizmi? Bu qaysi kalla bilan, qaysi miya bilan? Nimaga to'xtanglar-da, nimaga bitta temaga yopishib qoldilaring, sizlar men tushunmadim. Nimaga ana u borib 80 kun deganda o'ligi topildi bittasini. Nimaga borib shunga bormadinglar? Undan tashqari nechta holatlar bor? Nimaga uni gapirib chiqmayapsizlar? Ha? Mana qachondan beri o'sha uydagilar murojaat qiladi menga. Hozir shu vaqt masalasi menga yetishmay turibdi. Nimaga gapirmayapsizlar uni? Ana shuni kimligingizni bildirib qo'yasizlar-da sizlar. Kimligingizni bildirib qo'yasan shunaqa qilib. Xudo xolasa qiyomatda mana deb asl yuzinglarni ochirib qo'yadi. Asl yuzinglarni shuna ko'rsatib qo'yadi Xudo xolasa. Sizlar qayerga ketayotganinglarni ish qilib yaxshi bilib olsanglar bo'ldi. O'zi xalqni o'zi bo'ldi, kimligini bilib bo'ldi o'zi xalqni o'zi. Xalqni o'zi sekin-sekin baho beryapti. Xullas, boringlarga shukr hammanglarni. Abror Muxtor Ali 1-0. 1-0. Xudo xolasa. Hali hisob-kitob marali hali oldinda. Joningiz sog' bo'lsin. Hammanglarga rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi dam olinglar. Xudo xolasa ertaga endi yosh katta-da, bizdan katta 50 ga kirib qo'yibdi domla. Aytayaptimi, 50 ga kirganman deyapti. Shuning uchun endi yoshini hurmat qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Nima deymiz endi? 1-0 zato. Mana shunday bo'ladi. Rahmat hammanglarga.